Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun do'konimizga Impuls variantidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Arigon svarchina apparatimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu Arigon svarka apparatimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarini aytib, ichidan nimalar chiqadi ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlardan chegirmalarni qilib, arzon narxlarda qilib beriladi. Impuls variantidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan VS200 modelli Arigon svarchina apparatimiz. Apparatimiz Arigon hamda elektrodniy funksiyalari mavjud bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, o'zini kulchatorlaridan xohlaganlaringizni o'tkazib olib, bemalol foydalanaverasizlar. Arigon funksiyasida nerjiveka hamda qora metallga ishlov berishga mo'ljallangan bo'ladi. Elektrodniy funksiyasida bo'lsa, uchlikkacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beraveradi. Apparatimizda o'zini tablolarida amperajlarini legirovka qilib, bemalol ishlataverasizlar. Apparatimizda eng muhimi garantiya qog'ozlari mavjud bo'ladi. Garantiya qog'ozlariga apparatimizga 1 yilga garantiya beriladi. Impuls variantidan apparatimizga 1 yil garantiya beriladi. 1 yil ichida qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalaring bo'laveradi. Endi apparatimizning ichidan nimalar chiqadi, shularni ko'rib o'tib ketamiz. O'zini Arigon derjagi chiqadi, ko'rishlaringiz mumkin, uzun. Hamda o'zini Arigon derjagi uchun nasatkalari chiqadi. Elektrodniy derjagi massa kabellari chiqadi, hamda o'zini maskalari, shotkalari mavjud bo'ladi. Ko'rib turgan Arigon svarka apparatlaringni $270 dan qilib beramiz. Agarda kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaring, kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari Impuls variantidan Q40 modeliga tegishli plazmarez apparatlarimizdan ham yetib kelgan 1 sm hamda 1,5 sm gacha kesishga mo'ljallangan plazmarez apparatlarimiz bo'ladi. Inventorli hamda bez inventorli variantlarda. Arigon svarka apparatimizda 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan TIC 250 modeli ACDC funksiyali bo'ladi. Bu apparatimiz 14 xil metallarga ishlov beradi. Chugum, mis, alumin, nerjiveka va shunga o'xshagan 14 xil metalga bemalol ishlov beraveradi. Undan tashqari elektrodni eritib foydalansalaring ham bo'laveradi. Hamda 380 volt tokka ishlashga mo'ljallangan TIC 315P ACDC funksiyali bo'ladi bu ham. Shunaqa apparatlarimizdan yetib kelgan. Kimga qanaqa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Barcha turdagi svarchina apparatlar bizning do'konimizda mavjud bo'ladi. Keyingi video obzorlarimizda qanaqa svarchina apparatni videosini qilib berishimizni kommentariyaga yozib o'tib ketsalaring, qanaqa svarchina apparat qiziqtiradigan bo'lsa, sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, ishlatib, tekshirib berib o'tib ketamiz. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Bu apparatlarimizda zakaz qilgizish uchun video tagida nomerlarimiz mavjud, ko'rib turganlaringdek bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Kep xarid qilaman degan akalarimiz uchun manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massif, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalar va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar.